Barchaga assalomu alaykum mening qadrdonlarim. Sizlar bilan yana FJ uz kanal bo'lmoqda. Video boshlandimi? Ha, video boshlandi. Sargo salomlashib qo'yamiz. Hammaga salom. Xo'sh do'stlar, bugungi video nima haqida deyotgan bo'lsangiz, bugun men va Sargo uz blokni taxmin qilib o'yinini o'ynaymiz birgalikda. Xo'sh Sargo kimdan boshlaymiz? Yaxshi, undan ko'ra xohlagan blokingni olib yashir. Bu yoqqa shot bilan belgilash uchun qo'yamiz. Davay. Yaxshi. Jonga o't, men sariq tomondan yeb qo'yibman hozir. Xo'sh, men tanlaydigan blok. Aytganday maktab serial yaqinda chiqadi. Da, chiqadi. Hamma kutsin. Chiqadi baribir bir kun. Kechroq bo'lsa-da yo'q, stop. Hozir solib olay. Ha. Do'stlar, hozirgina men slime blokni qo'ygan paytda bilasizlar, o'zlaringiz bunaqa qo'ygan payt chaplab bilasizlar. Chaplagan narsani bilib qoldi. Endi boshqa blok tanlashga majburman do'stlar. Endi telefonni o'zini pasaytiramiz-da. Xo'sh. Videoni davom ettiraver. Boshladim. Menga to'plash. Men bittaga qo'ydim, tamom. Ayran o'tirganman. Shuni ko'zimga ko'rinishini qo'ydim. Bilmaysan qaysiligini, to'g'rimi? Chilpni deb bildim. Chilp degan narsani aniq chalapmish qilib. Afsusga tushmaydimi gapingga? Bildimi? Bil. Yopdim, davay. 3 tadan savol berishing bor. Mana birinchisiga Tosh qaychi qog'oz o'ynaymizmi? Davay. Tosh qog'oz qaychi. Tosh qaychi qog'ozni tayyorla, davay. Tosh qaychi qog'oz. Tashlash kerakmi? Ha, ko'rsam biladi. Davay, qara. Davay. Tosh qaychi qog'oz. Davay. Tosh qaychi qog'oz. Yaxshi aytdim. Ha, davay, boshqa savol berishni. Oz elementlarni o'qilay. O'zing birorta blok tanla, keyin shu blokka nisbatan savol ber. Nimaga yopib qo'yding? Seni bloking savol yaxshi bina, keyin qishloqdayman, aparat demay. Seni rekordlar. Ha, bil. Seni bloking oddiy dunyoda o'chadimi yoki nezar? Yoki boshqa olam nezar yo intda. Mening blokimni agar o'yinchi olib kelmasa, u umuman oddiy dunyoda topilmaydi. O'yinchi yasamasa emas, yasalmaydi u, topiladi. Oddiy dunyoda yo'q, u paydo bo'lmaydi umuman. Do'stlar, mening blogim mana shu, sizlar ko'rib qo'yinglar. Savol berishlar seniki. Xo'sh, hozir bloklarga nazar soladigan bo'lsak, seni blokingni o'yinchi yasaydimi yoki tabiatda bormi? Uni yasaydi ham deb bilmaydi, lekin tabiatda yo'q. Nima bo'lishi mumkin basmaydi. Nima yasalmaydimi u? Yo'q, endi u Minecraft hodisasi bilan olinadi. Yaxshi. Masalan, suv bilan lavani qo'shganda obsidian. Shunaqa narsa. Xo'sh, nimalar bo'lishi mumkin? Mayli. Endi savol berish navbati meniki. Chotani hozir men buni o'sha bloklarni yopib qo'yay ustini. Seni blokingni ichiga kirsa biladimi? Versa, pechkalarga o'xshab. Masofadan ulanishmi? Ha. Yo'q, umuman bunaqa narsada ishlatilmaydi bu. Xo'sh, men savol beraman. Sen yopib qo'yishing mumkin bloklaringni atak. Bloklar yapamizku. Dispenser yopib qo'yaymi? Bitta dispenser yopib qo'y. Yopdim. Ketdi, obsidian ham ketdi. Oddiy dunyoga o'xshaydi obsidian. Yo'q. Mana bu? Qaraqansam yordam bilan.
Ana bu. Nimaga yopdim buni? Mana bu. Tamam. Men savol beraymi? Ha. Yo'ladir. Xo'sh. Video davom etmoqda. Xo'p. O'zim tarafga o'tayda men. Ya. Mayakni yopdimmi, mayoqni? Unga ham ulansa bo'ladku. Aytmayman. Ya. Xo'sh. Savol beradigan bo'lsam, qara, sening blogingning ustiga o'yinchi sakraganda u o'yinchining jonini saqlab qoladimi yoki oddiymi? Yo'q, oddiy. Oddiymi? Unda o'yinchining jonini saqlab qolmaydigan bloglarning barchasini yopamiz. Yo'q, aqlli savol berdi. Saqlab qoladigan, masalan, slime blog. Ham qidiray. Haybali. Haybali. Shundan keyin. Juda ham aqlli savol. Ataga ikkitasini yopishga yordam berdi, xolos. Savol berishamat menikimi? Da. Ikkinchi savol beramanmi? Ha. Sening bloging ruda shakldami yo blog shaklidami? Mening blogim ruda emas. Ruda emasmi? Ruda bo'lmasa, balki ruda bo'ladi. Aqlli savol berdi. Uzr so'rayman hozir. Joyiga keltirib qo'yaman albatta. 3 ta minus. Attiga 3 ta minus. Boshqa ruda yo'qmi? Men savol beraman. Voy, boshqa ruda yo'q. Sen bloging dekoratsiyada ishlatiladimi yoki kuchayish uchun, masalan, olmos? Dekoratsiyada. Dekoratsiyami? Voy, dani. Dekoratsion bilmagan barcha bloglarni yo'q qilamiz. Xo'sh, bu dekoratsion emas. Bu ham. Yana bu yopmadimmi, qarachi? Bilmayman. Aytishing kerak. Bilmayman. Bu jun dekoratsiyada ishlatiladi, faqat ranglilari, mayli. Bu. Yaxshi, sen bu savol tuzib turay. To'g'ri. Spamlarni umuman olib bo'lmaydi. Kallalar ham dekoratsiyada ishlatiladi albatta. Xo'sh. Hammasini ham yopmaymiz. Yetarli. Senga ham xuddi shu savol. Savolni qaytarib berish bormi? Bor. Dar bilaman. Men Asosda bu yaxshi. meni blogim dekoratsiyada ishlatilmaydi. Yaxshi. Barcha dekoratsion bloklar ketdi. Cho'qdan meni blogimni yopib qo'ymadingmi qilib? Ibi. Ey, To'g'ri yordam ber bor. To'g'ri yo'q. Men ochiq turaversam. savol berish. Ber savol ber. Xo'sh, mening savolim, qara. Seni blogingni qara. Masalan, shu bitta blok qo'yasan-ku. Masalan, tosh qo'ydim. Xo'sh. Ustidan o'tsa bo'ladi bir blokka. Ha. Lekin masalan, bunaqa nima bor? To'siq. Ha. Mana o'tib bo'lmaydi shundan. O aqlli savol. Seniki ham shunaqami yoki Qanaqa o'tib bo'ladiganmi, o'tib bo'lmaydiganmi? o'tib bo'lmaydiganmi seniki? Masalan, shunga o'xshash blokmi seniki yoki Yo'q, o'tib oddiy? bo'ladi. Oddiymi? Unda o'tib bo'lmaydiganlarni qiramiz. Masanga. O'zlikdan 3 ta bu bunaqasidan. Ha, Qolab qolib ketdi. Beysmi? Dushman bo'lsam yordam berish kerak. O'tib bo'lmaydi bundan. Yo'q. Bo'ladi-ku bir blok. Ha, mayli. O'tkir. Har holda sen bloging unaqa emas. Hozir ko'ramiz. Masalan, mana shu. Uzr. Ikkita qo'y. O'tkirchi. Bo'limni men yopaman. Shuning emasmi, Instagram yopishim mumkin. Давай. Xo'sh. Sening savol ber, sening deb bo'shlayapman. Savol ber. Savol berish muddatini bilgan, o'sha savol o'tdi. Ana endi bitta taxmin qilish kerak. Давайте taxmin qilamiz. O'zim tomonidan ko'rib chiqay. Menimcha buni Qanaqa blog berish mumkin? buni o'chiramiz. Buni ham o'chiramiz. Xo'sh. Do'stlar, nima qilsak ekan? O'ylashim bo'yicha Sargo mana shuni
tanlagan. To'g'ri, sargo emas, buni Xush. men tanladim. Mayli, shuni qo'yaman. Yaxshi, tanlagan blogingni qo'lingga ol. Tepaga chiqarib qo'y. Tepaga chiqarib bir ko'chaga qo'yamiz. To'xta, men nima olay? 1, 2, 3. Sargo men topdimmi? Aytchi birinchi. Yo'q. Sen blogingchi. To'sa men sen blogingga ko'rishim kerak. Achinarli holat. Bizlar Sargo birinchi raundda topdi. Endi keyin men senga blogimni ko'rsataman. Sen qanaqasiga topding? Men ko'rdim, bo'ldi. Creeper kallasi. Aytdim, dekoratsiya blog. To'g'ri, lekin dekoratsiya bloklar juda ko'p edi. Mayli, kel sen o'zingni balingni yozib qo'y 3 raundga birinchisiga. Yaxshi. Tayyormisan? Ketdik. Aqidasana, savol ber. Qanaqa savol blog qo'ygan o'g'li? Degancha uzr. Uzr, hayajonlanib ketdim. Yo'q, sho'g'il. Do'stlar, men tanlagan blog mana shu. Men prosta tak ko'zimga yoqqan blogni qo'ydim, yoqqan emas, ko'zimga tushgan. O'tgan safargidek chal qilib qo'yilgan blog. Bo'lib? Masalan, hozir. Kutyapman. Bo'ldi. Yana toshqa qog'ozni? Davay. Ha, ina bo'ldi. Uying kuysin. Qotmayapti-ku bo'ldi. Day. Tosh, qaychi, qog'oz. Yutqazdim. To'da bilan turadi. El. Davay, savol ber. Bloglardan ko'rib chiqib savol bersak. Shunday savol berishim kerakki, birgina bo'lmay yo'qotishim kerak. Bunaqa savolni artefakt bera olmagan. Senga yo'l bo'lsin, bratish. Seni bloging yasaladiganmi yoki yasalmaydigan? O'sha Minecraft odam uchramaydigan blogmi? O'zing qo'yib yasaladigan? To'g'ri, qaysi blogni oldim? Yo'q, yasalmaydi umuman. Umuman yasalmaydimi? Naborot. Olib yasalmaydigan blogda xullas. Uchraydi tabiiy. Hodisa emas u, o'zi bor. Yasalmaydigan blog bo'lsa, yasaladigan bloglar ketdi. Bu yasaladi. Spawnlar yasalmaydi. Mana bu yasaladi, to'g'rimi? Yasaladi cho'qina bu ham? Qaysi? Mana, bone. Yo'q, bor bu. Bone blok. Nezada turadi, nezada. Ha. Obsidian yasaladi. Obsidian yasaladimi? Ha, yasaladi-ku. Singan portalchi. Hayır, yasalayapti. Hayır. Bu bular yasaladi. Qoch aylanverma, yasaladi. Yasayman hozir. Yasaladi. Oh my god. Ovak wood yo'q, uchraydi. Bu ham uchraydi. Zina ham qishloqlar uchraydi, to'g'rimi? Lekin uchraganlar yasaladi bu ham. Yasaladi. Bu ham yasaladi. Undan ko'ra savol javob turayman, qaragan. Yasaladi. Qish. Bu ham yasaladi. To'da birga masalan, bir blok. Ha. Seni bloging uy qurishda bir marta bo'lsa ham ishlatiladimi yoki umuman uy qurishda ishlatilmaydimi? Umuman hech kim ishlatmaganmi? Yo'q. Umuman ishlatilmaydi, to'g'rimi? Yo'q. Yaxshi. Vah, savolni qara. Ishlatiladi. Ishlatilmaydi-ku? Qaysi? Bu ishlatilmaydi. Ishlatiladi uy qurishda. Uy qurish ishlatilmaydi, bu tavxona ishlatiladi. Yaxshi. Bu ishlatilmaydi. Ishlatiladi. Yo'q, ishlatilmaydi. Ishlatilmaydi. Mana ishlatiladi. Oho, bir boshdan terak yutabsan kelmasin. Ishlatiladi. Bu nima? Zina. Prizmani ishlatiladimi? Yo'q. Men ishlatadim, lekin mayli. Sana hech kimni ishi yo'q o'zi. Bu ishlatilmaydi, bu ham ishlatilmaydi. Bu ham dekoratsiya uchun, lekin uy qurish uchun emasda. Buradan kimdir uy quradi-da. Toshdan qurilishi mumkin, loydan qurilishi mumkin. Bu toshdan yapamiz chunki odamlar pishirib toshdan taxlaydi-ku.
Ya una vermaydi. Bu ötlik blok bu. Hali qo'ling ketdi. Uy qurilmaydi-ku dekoratsiya uchun. Indamasa havas qilib shundan kim uy qurgan? Oy quriladimi? Xo'sh, bular mayli tursin bular. Tamam, qo'ygani bekor. Yo. Tamam. Yaxshi. Qator. Lekin bittasini taxmin qildim do'stlar. Mana shuni taxmin qildim-da. Tak, men beradigan savol bu. Savol. Yil savoldan berchi bitta yil. Bitta ham yo'qman shu. Bitta ham yo'qmaydigandan berchi. Xullas seni bloging topish ehtimoli 50 dan balandmi yo pastmi? 87. Xo'sh, meni blogimga keladigan bo'lsa, ko'rib olay. Bu nima desak endi? Bu blogni topish uncha oson emas, bu yerni chuqurroqda biladi. 50 dan past to'g'rimi? 50 dan past to'g'ri. Chunki 50 bilan topib bo'lmaydi blogni. Topilish 50 dan balandmi bloglar? Topilish oson lekin Bularni yasasa bo'ladi, bularni topish mumkin. Yasab topsa bo'ladi. savol yaxshi bo'ldi, lekin men Buni topmayman. savolning javobini topdim do'stlar. Buni topish qiyin. Menimcha bularni ham topish qiyin. Bu oson. Buni ham quyida o'ldirib hisoblab oson. Bu o'sha nezra bo'lishi kerak, bu qiyin. Buni ham topsa bo'ladi. Bu Slime osonmi? slime yo'q. Bu Osonlarni yopyapsanmi, qiyinlarinimi? Osonlarni. 50 dan baland eding-ku. 50 dan baland bo'lsa, 50 dan past. Ular Qiyin. Do'stlar, iltimos qilib bitta narsani so'rardim. Bizani bu yo'q, qiyin. jim tur, o'zing ichingga. Sal qolib blogni ochdim. Qiyin. Qaragam yo'q, lekin ko'rgam yo'q, ko'rmadigan joydan ochdim. Xayolim ketib qoldi. Do'stlar, bizani kanalga obuna bo'lib qo'yishlarini so'ragan bo'lardim. Chunki kanalimiz ochilganiga biladiganlar bo'lsa kerak, 1 yil bo'ldi. Birinchi tug'ilgan kuni o'tdi kanalimizni. Lekin haligacha bir kam emas bizlar do'stlar. Mendan keyin kanal ochilgan odamlar zo'r ketyapti. Bolalar ish qilib orqaga qolmaylik. Qara, sening bloging tepadan tushganda jonni saqlamaydigan blogmi? Ha yoki yo'q? Jonni saqlamaydi. Chaqib jonoladi. Unda jonol Nega men savolni bermadim? Eng oson savol. chaqib jonoladimi? Значит, Bitta slime bilan jun bloku tamom. yil rasvo savol bo'ldi bu. Yo'q, men unaqa demoqchi emasdim, to'xta. Sening bloging jonni saqlaydimi? Saqlamaydimi? Yo'q, jon saqlamaydi. To'g'ri, uzr. Musa savol bildi. Men ham bilan sal kelishib nima desam. Bildim. Tasavvuring. Xo'sh, seni bloging yer ostidami, yer ustidami? Yer ostida umuman yo'q. Oh my god. Ketdi. Qanaqa savol bu? Yer ustida taqaladigan. Bu ustida. Mana qanaqa bloglar bu yer ustida. Do'stlar, sargozni nimasini aniqlab ochyordim-da. Ustida. Shunday qilib ochdim. Bu ham ustida prizmarin. Yo, bu suv ustida, yer ostida emas. Xo'sh, bu mana shu bloklar qoldi. Men savol berish muddatim tugadi, ha? Yo, bormi bitta? Oxirgisi shu, menimcha. Yo'q. Ikkalamiz Mayli, bitta savol qo'yib beramiz, yuksak yig'amiz oxirgisi bo'ladi. Meni savol berish navbatim. Chaqma. Bu nimadi? Nimadi? Bu yerda birinchi turibdan shu o'rtasida. Men o'zim qo'ydim, sindirib yubordim bu yerni. Seni bloging craft qilinadimi? Voydani.
Craft qilmaydiganlar hammasi shaq. Basharasiga. Yo'q, Ma bashiranga yo'q. Craft qilmaydi bu ham. Bu ham craft qilmaydi. Ma bashiranga. Beacon craft. Yo'q, hammasi craft qiladiganlar. Bular craft qilmaydi kallalar. Yo'q, eng yo'qini aytmayman. Zato Mana shu qancha. craft qilinadiganlar shular. Oxirgi savol yomon qiyratdi-da. Yomon kirsa savolim bu. Böyle tugadi savol berishgani. Ha, bitta qo'shib berasiz-ku. Bavul ishingga bo'lib taxmin bermadi-ku o'g'li. Menimcha shuni o'zi bitta qo'shilgandi. Yo'q, 3 ta bo'ldi. Hol video payti ko'rasan. Reply qach ko'ramizmi bitta? Keyin ko'ramiz. Mayli. Bitta savol qo'shaylik. Mayli, davay savol ber. Savolni iti. Seni bloking rudami yoki oddiy blok? Chunki faqat ruda bilan oddiy bloklar qoldi. Mening blogim Ruda. Ya, ketdi. O'zimga yordam beraman mayli. Biling. Yo. To'xta, hamma Rudalar yo'q. Ana bular Ruda masalan. Ha, ular o'sha payt yo'q. Boshqa savoldan chiqib ketgan bular. Oh my god. 6, 7 bo'ldi-ku. Halolmi? Ha. Xo'sh. Tamom, mendan taxmin bor. Qaysi deyim? Savol ber. Menda xo'sh. Savol. Nima qilding? Ishtirok yo'qman. Singanday bo'ldi nimadir. Hech narsa qilganim yo'q. Bu nimadan ana bu? Bilmayman, balki emas. Sariq keyin qo'yamiz. Mana shu qo'yaman bitta. Xo'sh. Savol. Menda xuddi shunaqa bloklar bor. Xo'sh. Savol. To'xta, topdim. Sen aytgan blokning ichiga nimadir tiqsa yoki qo'ysa bo'ladi, masalan, end portalga kelib, ko'zcha qo'ysa bo'ladi. Bunga plastinka Qo'ysa bo'ladi, men yordam berib turay. qo'ysa bo'ladi. Demak, ketdi. To'xtanglar hozir. Buni yopamiz. Nima? Mana bunga ham narsa qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Xo'sh. Yo'q. Ochma yo'q. Jimataray. Borunda taxminini qilibki. Xo'sh, meni taxminim bo'yicha Seni ham taxminingni qil. Sargovzni fokusi yaxshi emas. Shuning uchun mana shu end portalni tanlagan bo'lardim. Qaysi ahmoqchani gapirtirib odam chalmoqchi kerak ekan. Xo'sh, do'stlar, Taxmin bor. hozirning o'zida videoni pauza qilib kommentariyada mana shu raunddagi narsani taxmin qilinglar. Mana shu 4 ta blokdan bittasini taxmin qilib yozib qo'yinglar. Qani kim to'g'ri qilar ekan? Davay pauza Menikini ham. Davay Sargonikini ham. Xullas, men o'zimni fokusimdagini taxmin qilaymi? Mana shu meni fokusimdagi. Fokus nima? What the fuck fokus? Fokus deyapman next Какой вкус? 1, 2, 3. Yo, what the fuck? Oh my god. Xo'sh, Qanday? birinchi men aytaman, iltimos. Topdimmi? Ha. Topdimmi? Da, topding. Oh my god. Hozir nima bo'ldi shunda? 1-1. Voh, 3-raund. Hammasini aladi. To'xta, hozir bu yoqqa. Davay bloklarni yashir qaysirini tanlab. Endi Do'stlar, hozir men hech kim taxmin qilmaydigan blok topdim. Mana o'sha. Yo'q, qolay, boshqasini olaman. Ko'rganim yo'q. Aldama. Xudo haqqi berdim mayli. De. Xudo haqqi. Hay mayli. Xo'p, mayli. Shu blogni olar bildik. Bir xil blok qayta tanlash mumkinmi? Mayli. Aha, shunaqa deb chaqirdik odamni.
Makin qidiray sarg'i qaysi blokni o'rgandi deb. Yashirdim. Men yashirmadim. Ket. Yo'qolay. Qani bizning sarg'ini yashirar ekan. O'ylama. Blokni qo'yilgan tovushini eshitmoqchiman. Qo'ydingmi? Ha. Poyatın. Ahmoqsan. Yo'q, boshqa yashirmashin. Poyatın dedim. Qo'lingdagi tahdid to'g'rimi? Ha. Xato bermaydi-ku, cho'p, yo'qolay. O'sha aytdim, kelmay turgin deb. Qo'lingdagi piston edi. Astag'firullah edi. Böyle qo'yabildim. Chunki bitta tovushdan eshitaman-da. O'tgan safar ham qo'yib yurganding. Qo'yingda turgandi просто. Ya bu sefer hozir qo'ydim. Yo'q. Давай, tosh qaychi qog'oz. Ha, kel pastga. Давай, tosh, qaychi, tosh, qaychi, qog'oz. Asosda boshdan bitta narsa qilganimda qaytib. Tosh, 3 martalik. ha давай. Tosh, Tosh, qaychi, qog'oz. 1-0. Tosh, qaychi, qog'oz. 2-0. Comeback qilamizmi? Tosh, qaychi, qog'oz. Ye. Belli. Bitdim. Xo'sh. Yana bitta chiroylikkina mag'lubiyat bizdan. Qara nima topdim men. Demak, don-donsiga ketasan, omadsisan. Nima? Qarab yo'q qarasan. Bizani bozamiz. Yo'q. Mapdan qo'ydingmi? Create map qildim. Men sizlarga videoni oxirida o'zimcha qurib ko'rsataman, agar o'xshasa. Okay. Savolim qat'iy. Va oldingi daf'a bergan savollarni esimdan chiqdi. Savol. Ha, topish ehtimoli. Topish ehtimolimi o'z qanaqa blog o'rgandimmi? Guli. Mani blogim topilmaydi. Ammon. Yo, topiladi. Topilmagan blog qanaqa qo'ying? 50-50mi? Shu son topiladiganmi, yasaladiganmi to'g'risini ayt-da. Shu qiyinligimi topish? Ha, topish qiyin, osonligi. U 50 dan past, oson. Ishqilib oson. Topish oson, ha? 50 dan baland, значит, foizi. Topish qiyin bo'lgan bloklar. Yo'q, olmos blok. Yasaladigan blok. Xo'sh, men savolga turman bungacha. Xo'sh. Savol zo'r bo'ldi-da. Hozir men ham zo'rdan o'ylayapman. Bir yelasi yo'q. Ular yasaladi. Sening bloging qaysi dunyoda ko'proq uchraydi? Meni blogim oddiy dunyoda uchraydi faqat. Boshqa dunyodagilar deb kutgandim. Agar shunaqa bo'lsa, oddiy dunyodagilarning hammasini yapardim-da. Boshqa dunyoda uchraydigan hammasini o'chiramiz. Mana. Ayop bo'lsan-ku. Ketdi. To'xta. Sen men nima savol berdim? Topish ehtimoli. Kelik kubka topilmaydigan narsa. Qiyin. Bo'ldi. Topish qiyin bo'lsa, Atiga uncha ko'p blogni ketkazmadim. Savol ber. Bloking yasaladimi yoki topiladimi? Yasaladi. Yasalmaydigan barcha bloklar. Savol uncha yaxshi bilmadi. Bular yasaladi. Yasalmaydi. Uyna, sharaqat, uyna. Bular yasalmaydi, topiladi. Savolim вообще zo'r bo'ldi. Olding savol men Bloking yasaladi degan. craft qilinadimi degandim. Yo, bloking yasalmaydimi ismi chiqdi. Yasalmaydi. Yasaladi. Topilmaydi u. Yasalmaydi. Lekin topiladi u, ya faqat aslında yasaladi u. Piston yasaladi, kulmay qo'ying. Savol. Sening bloging rudami yoki oddiy narsami?
Meni blogim oddiy. Savol bekor bering. 3 tagina ro'za bo'lsa. Bot. Men taxminan mana shu blogni ham yopaman, chunki 100% unolmagan sarga. Bunisini ham yopaymi? Yo'q. Mayli. Savol berchi. Yani. Namcha tez. Uji oxirgi savol. Savolim beraman. Bu safar savolni 5 ta beraylik. Final-ku axir. Yaxshi. Davay, savol tezlash. Bloking rudan yasaladimi? Rudadan. Yo'q. Demak, rudadan yasaladiganlar minus. Ham rudadan taxlanadi. Tugadi. Xo'sh, qara, meni savolim shuki, bu yoqqa. Sen blokingni yopdingmi? Yo'q. Xo'sh. Qara. Savoling ber. Yonma kelsan, yonma kel. Qara, seni bloging. Masalan, mana shu toshga o'xshab, qayerdan qarab qo'yishingga o'xshab o'zgaradimi? Masalan, mana bu o'zgaradi blog. Masalan, pastiga qarab qo'ysang bunaqa turadi, bu yoqdan qarasang bunaqa turadi. O'zgaradi deb ham bo'lmaydi. Lekin o'zgaradi. Qay hollarda? Boshqa tomonga qarab qo'yishingga qaraydi. Bo'ldi unda. Savol chalkash belli. Birontasi qilmay qoladi. Mana bu yopiladi. Bu yopiladi. Yana mana bular kallalar yopiladi, to'g'rimi? Yopildi, kallalar ketdi. Yana nima? Carpet. Yana. Tamam. Zina. O'zgaradi. Seni bloking bironta blok bilan jipslashib turadimi? Yopishib turadimi bir-biriga? Misol uchun oddiy loyga o't yopishib turadi. Shunaqa blokmi? Yo'q, men blogim hech qaysi blok yopishmaydi. Demak, taxminim xato. Savol rasvo. Tugadi. Yopishmaydi. Yopishadi. Seni bloging. Uchun ham yana misol keltirish kerak. Kel yonimga. Qara, mana masalan, mana shunaqa joy ochadigan bo'lsak, hozir. Qara. Kutib tur hozir. Qara. Seni bloging ana shu teshik bor-ku. Shuni shundoqqina to'ldiradimi yoki mana bunga o'xshab turadimi? Yo'q, to'ldirmaydi. To'ldirmaydimi? Yo'q, savolni Yaxshi. qaraysh qazdim. Qarayda, bu to'ldiradi. Bu to'ldirib turibdi, bu ham to'ldirib turibdi. Uy, ketdi ular hammasi ketadi. To'ldirdi. Bunisiga may savolni beraman, eslab qolish. Bo'ldi, oxirgi raund. Mana. Yo'q, kelasi o'yinda. Mayli, kelasi o'yin bo'lsa albatta. Oh my god, ko'ringlarmi bolalar, agar kimdir o'ynamoqchi bo'lsa shu savolni beringlar, 100%. Xo'sh. Oho. Men tarosh qildi bular. Xo'sh, do'stlar, mana bu Endi tarqab o'ldirmaydi bu. uni ochib qo'y. Ana bu ham 6 emasdan. pikseli. Xo'sh. Yo'q. Oxirgi savol tugadi hammada. Taxmin qilish kerak. Yo, senda nechta qoldi? Taxmin qilish time. Oxirgi savolimiz bo'lsa-da, baribir nechtalar blok qoldi? Xo'sh, senda qara. Bir qator nechta edi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta 15 ta. 14 ta qolibdi senda. 14 ta manda esa 1 2 3 4 5 6 7. Baribir omadga qaraydi hammasi ham. Xo'sh, ko'ramiz. Nima bo'lgan bo'lsa bu bolakay. Yopishmasa bu. Yopishadi. Yopish nima kerak? Yopishadi, yo'qsa yo'q. Senga yopish nima kerak? Xo'sh, menimcha. Menda taxmin bor. Toq. Mana shu blok do'stlar, xuddi mana shunisi bo'ldi. Bilmadim chunki, lekin Kel. Davay. Oh my god. Haydi, daxlar. 1 2 3. Sen ayt, to'g'rimi xatomi? Xo'sh. Ko'rishing mumkin. Yopishtiradi-ku bu.
Men senga yopishtirish u haqida savol berganman. Men savol berdim, sen aytding yopishtiradi. Bu savolni men berdim. Yopishtiradi debmi? Video ishini kesib qo'yaveramiz. Qara. Men senga yana bu joyini chizib qayta ko'rdik va o'sha to'g'ri sargul shu savolni bergan, lekin savolni hech qanday men tushunmaganman. Xullas, shot o'sha. Lekin yomon g'arramchilik bo'ldi, chet tillik va aslida men yutgan bo'lishim kerak edi. Video boshlashdan avval yaxshigina urishdik. Xullas, bla 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 bla. To'xtaman, gapim bor. Oston. Короче, Fijini kommentarga so'kib o'zingga tamom. Nima? So'kib o'zingga, lekin chet tillik qildi, g'arramlik qildi. Yolg'on. FJ'ni sekkan o'sha xullas. Nima? Ishonmayman bu gapiga. Nimani qilmoqchi deysan? Qo'l qo'ysichi? O'z qo'l beraman. Bo'la. Xullas, sargo aytgan narsa o'xshamadi. Bo'lmaygan, keyinroqqa. Chunki mana bu yoqqa qo'yib bo'lmaydi bunaqadan. Yo bu yoqqa qo'yishadi. Xullas do'stlar, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va videoga like bosish ham. Iltimos bizga yordam qiling. Sizlar bilan FJ kanali bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sargo xayrlashib qo'y. Hammaga xayr, lekin Fijida qayna so'kinglar kommentarga. So'kmaylarmi uni? Kommentarga o'pkirib so'kinglar.